Qalbim iztirobda, ishqingda yonaman hayhot. Men bir notavon qulingman, af et deyman dod. Nega seni erta tanimadim? Men gunohkor gumroh, o'zingdan umidvorman, ey buyuk Alloh. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun biz Turdali hoji akamizni uylarida mehmondamiz. Ular uzoq yillar madaniyat sohasida, ta'lim sohasida ishlaganlar. Undan tashqari jamiyatimizni turli tadbirkorlik yo'llarida ishlaganlar. Ozgina qisqacha ustoz, assalomu alaykum. Shu o'zingizni faoliyatingiz haqida qisqacha gapirib bering kuzatuvchilarimizga. Shoirni kabri bilan boshlaymiz. Mahmud Toyirda zo'r gapi bor. Har jonni dilbandi farzand bo'ladi. Dil ichra yuz ochgan dilband bo'ladi. O'g'il qizini el alqagan ota-onani ko'ksi tog'lardan baland bo'ladi. Nomzod mashina boshqarishga o'qiydi. Biror bir kasbga o'qiydi, lekin bir ota bo'lish uchun, ona bo'lish uchun bir tayyorgarlik shart emas deb o'ylaydi-da. Aslida eng katta mas'uliyat bo'lishi kerak deb o'ylayman-da. Nega buni maktabi yo'q demoqchimisiz? Shu nimaga men shuni bir tashkil qilsak deyman, shu otalar maktabi, onalar maktabi. Mashoyixlari gapi bor. Hayotdan olmasang ta'lim, senga dars bera olmas hech bir muallim. Mana shu hayotda o'zi katta maktabda. To'g'ri. Hayotda katta maktab. Mana biz bobomizni ko'rdik, otamizni ko'rdik. Mana shu qilayotgan ishlar, mana shular hammasi bizga o'sha maktab bo'lgan. O'sha yuqadi. Men Mulla To'ychi Hofizning o'g'illari avlodiga shovur tushgani borganman. Menga o'shanda aytganki, bolam, men so'zga chechan, askarcha odam edim. Alloh rahmat qilsin, ajoyib inson edi. Men og'zingni ochib, tiling tortib og'zingga bir gap solib bir narsa o'rgatib qo'ya olmayman bola. Meni yonimda yurasan, hasakash bo'lib. Biron narsa yuqib qolsa yuqib qoldi. Bo'lmasa Xudodan ko'rasan bola. Bu narsalarni yuqtiriladi. Bu narsalar yuqtiriladi. O'sha maktab yo'q dedingiz-ku, lekin maktab bor. O'sha shuning uchun bana aytdim, tarbiyachini o'zi tarbiyani bo'lish kerak. Otani o'zi, onani o'zi iffatli, hayoli, nazokatli, latofatli bo'lsa, ota ham hamiyatli bo'lsa, shundagina bolalar ham o'g'illar otaga qarab, qizlar onaga qarab, gul-gulda ko'rib, tushmaveradi deydi-yu, shunaqa bo'ladi. Biz o'qimadik, bolalarim o'qisin endi degan gaplarni aytadi. Siz qanchalik qo'shilasiz mana shu gapga? Ota-ona o'qimasa bo'ldi, bu o'qimasin degan taqdir emas-ku, to'g'rimi? To'g'ri. O'qish kerak bolalarimiz. O'qigan bilan biz ko'proq o'qigan bilan ruxsatsizlikda. O'sha bir ertaga tajribada hayotda qo'llansin. Shunchaki yuzaki emas. Bizning davrda hamma fanda barobar hammasini singdirishga harakatini qilardi-yu. Hozir mana ko'proq o'zimiz ham hayotni ko'rib tushunyapmiz. Ma'lum miqyosda umumiy bilim olib borish kerak-ku, bir o'rta davrigacha bilim olayotgan. Undan u yog'iga maqsad qayerga qaratildi? Qaysi kasbning egasi bo'lmoqchi? O'shanga ko'proq urg'uni bersa yaxshi bo'ladi. O'sha sohani haqiqiy mutaxassisi bo'lsin, haqiqiy egasi bo'lsin. U yoqdan bir shingil, bu yoqdan bir shingil, bu yoqdan bir shingil biladi hamma. Biladi, yaxshi, lekin oxirigacha yetuk mutaxassis bo'lish kerak. O'sha sohani bitta kasbni tanladimi, o'sha kasb ustida ishlash kerak ko'proq. Shuni tushunaman, shunday deyman. Mana bu boya aytib o'tganingizdek, onani vujudida masalan paydo bo'ladi boshqa. Lekin hozirgi jamiyatimizda kitobxonlik, kitob o'qing desa, odamlar qandaydir bir qiyin ish aytayotganda yoki bir o'zi eshitmaganga olishadimi yo yuzaki qarab o'tib ketishadimi?
qandaydir bir og'ir holatga kelib qolganda, kitobxonlik bir muammoga kelib qoldida. Prezidentimiz hattoki kitob o'qiganga man moshina beraman Albatta, deyapti, BYD kitobxonlik beryapti. odamni Bolalarimiz ota-onasiga sovg'a qilyapti ziyoli o'sha qiladi. moshinalarni. Lekin baribir ham ommaviy tarzda kitobxonlik biz xohlaganimizdek emas. Mana shu kitobxonlik insonga nima beradi? Bizni vazifamizda bobolar, bujonlar vazifasi shu ertaga aytib sekin-sekin mana shunga kitobga bo'lgan mehrini, ana shu bu ertaklar kitobda bo'lishini o'sha singdirib keyin qiziq-qiziq kichkina narsalar bilan ularni o'sha olamga kiritishimiz kerak. Uyda ota-onasi kitob yo'q, mana varaqlab o'tirganini ko'rmagan bola o'qimaydida. Qashqiramchi? Qashqiram bolasi tug'ilgandan keyin, katta bo'lgandan keyin ertalab tog'ma-tog' bolam biz mana bunaqa qilib tirikchilik qilamiz. Mana bunaqa bo'ladi, hayot mana bunaqa bo'ladi. Ish boshqa, havas boshqa. Buni mehnat qilish kerak. Hali o'sha ish boshqa, havas boshqa degan qo'shiq bor. Shunga o'xshab mana bunaqa bo'ladi, tirikchilik deb o'rgatgani kabi biz ham kitobga mana shunaqa qilib yo'lga solmasak, yo'lga solish qiyin. Chunki bunga qiziqmagan odam, bir o'qib, bir o'qimagan odam, bundan bir maza qilib, ruhan, ma'nan semirmagan odam bundan semirish mumkin. Odamni qalbi, ichki olami to'lib, shunaqangi bir boshqacha hissiyotlarga to'ladida insonni qalbi. Halim bo'ladi, bir ezgulik kuychisi bo'ladi, yaxshilik kuychisi bo'ladi. U johil bo'lmaydi. Kitob o'qigan odam ziyoli bo'ladi, ma'noli bo'ladi, qo'li ko'ksida bo'ladi. O'sha kattaga hurmatda, kichikaga izzatda bo'lishim shu kitobdan biladi. Savol javob qilyapti. Bu kuniga farzandingiz bilan necha daqiqa gaplashasiz desa, aytolmayapmiz. O'tirib, mana bunday bolam deb. Eng yaxshi tarbiya. Kelin olganimda mana shu katta qozonda, shu otamning uyida katta teraskada, ayvonda o'tiramiz. Bitta kelin ovqat qilsa, ikkitasi bemalolda boshqa ishlar bilan shug'ullanishi mumkin-da. O'tirib kechqurun ana shunda shayx hazratlarini nima o'sha suhbatlarni qo'yib qo'yarlardi. 3 ta kelin, unda 3 ta payti. Ana hamma eshitib, jim ovqatlanib, hamma keragini oladi. Mana shu ham singdirishni bitta yo'li. Singdirishni bitta yo'li. Mana shu yoqqa pastga ozgina oldin ilgari onam rahmatli paytda savzi, piyoz, aynalma ariq olib berib olam derdi. Ana shunga jo'yakka chimni bosib qo'yib turib, shildiratib, shunday nov qilib suvni qo'yib qo'yib, singib ichayotganini maza qilib tomosha qilardim. Haligi pomidor ekasimi, bodring, sabzimi maza qilasizda, birpas terlab ketmonni chopganingizdan keyin shunga o'xshab, bu ham o'sha xuddi ariqqa, agatga suvni o'sha ko'chatga qanday singdiryapsangiz, buni ham singdirishda o'zini uslublari bor-da. Mana shunaqa qilib o'sha yoki o'sha narsani qo'ymagan taqdiringizda ham o'tirib birpas albatta kuniga 1-2 mahal bo'lmasa ota dasturxon tepasida o'tirib bolalarni jamlab o'tirib gaplashib birga ovqatlanish kerak. Ovqatlanib bo'lgandan keyin birpas nasihat qilib, u yoqdan bu yoqdan mana jumaga borib kelamiz. Jumaga borganda aytadi, bugun hurmatli jamoat, mana shu yerda 5 ming, 6 ming otalar yig'ilsa, mana otalar sizlar oilani ustisizlar. Mana o'sha oila degan davlatning podshohsizlar, sizlar borib vazirlaringga aytinglar, xalqingga ayting, bola chaqasi xalqida. Aytinglar, bugun nima mavzu bo'ldi? Muftiy hazratlari bir mavzuni beradiki, har juma bir mavzu o'tiladi. Shuni kelib turib, ana shuni ham yetkazib bera olmaymiz-da ba'zan. Chunki yetkazib berish uchun ko'pimiz so'z boyligimiz yo'q. So'z boyligi qayerdan keladi? Kitob o'qimasang. Kitob o'qisangina o'sha yerda bugun domla bunaqa dedi imom, mana bunaqa bo'ldi, mana bunaqa suhbat bo'ldi bolam, mana bunaqa ekan, dunyoda bunaqa bo'lyapti ekan, mana bu yerda bir mahallamizda mana bunaqa bo'ldi, mana shunaqa ishlar bo'ldi. Yana bizni uyaltirib yurmanglar bolalarim, qaranglar, degan gaplar, nasihatlar, o'g'illari aytib o'tirsa, bu ham bitta yaxshi uslub. Bu ham yaxshi uslub. O'zi o'qigan kitoblardan men ko'proq Abdukarim Mirzayevni yaxshi ko'raman. Juda mazza eshitaman.
o'shalardan ham gapirib berib, ozginagina misollarda aytib ketsangiz o'sha joydacha qo'l keladi odamga. Mana shunday qilib singdirish mumkin. Bu bolalarga rahm qilinglar deymanda. Chunki bular shunaqa muhitda yashadi, shunaqa tug'ilganda mana shunaqa muhitda o'sdi. Oilalarda o'sgan. Ulardan nima kutishing kerak? O'shanaqa muhitda o'sdi, shunaqa sharoitni ko'rgandan keyin bu aybdor bo'lmadi shunaqa tarbiya topishga, shunaqa bola bo'lib yetishishga. Mana shu muhit shunday bo'lishiga sababchi bo'ldi deymanda. Afsuski mana shunday nosog'lom muhitda yashayotgan bolalarimiz ham judayam ko'p va ularni shu tarbiyasida endi ko'pincha aytdim, noqislikka jamiyat yoki o'sha uydagi muhit nima bo'lyapti-da, mana shu bolalarni bir qutqarib, to'g'ri yo'lga solish uchun qanday amallar qilish kerak mana shu ustozlar, jamiyat? Odam insonni qalbiga kirmay turib uni kashf qila olmaysizda. U bilan o'rtoq bo'lish kerak. O'rtoq bo'lish kerak. Uni qalbida nima kechyapti? Nimaga unaqa to'polonchi yoki bir badxulq nimaga? Chunki u o'g'il bola bo'lsa, ota shunaqaroqda. Og'zidan oilada boda kirib, shoda chiqadigan, bir ikkita gapidan bittasida o'shanaqa beharga gap aytadigan odamda. Shuning uchun men ko'chada ko'rgan har bir farzandni bolam deb gapiraman. Bolam, o'g'lim. Ba'zi shu otalari tashlab ketgan yoshligidan o'g'lim degan so'zni eshitmagan bolalar borda. Shunday boshqacha bo'lib ketadi. Ha, ota deydi. Rahmim keladi. O'g'lim degan hali peshonasini boshini silagan odamni u qo'lda mehrga zor. U mehrga tashlan. Shuning uchun unda qalbida qahr bor. Qahr bor. O'sha qahrni u bilan o'rtoq bo'lib, dillashib, muammolariga yechim topishda harakatini qilib, shundagina har birini uni qutqarishimiz mumkin, bu yoqqa qaratishimiz mumkin. U bo'lmasa jamiyatga nafrat bilan o'sib, tug'ilib, o'sib, mana shunaqa bo'lib, chunki uyda ro'shnolik ko'rmadi-da. Mana ertaga mana prezidentimiz tashabbuslari bilan har bir kelgan hojini yangi taklif bo'ldi. Mana 2 kun oldin katta masjidga biz yig'ishdi. Har bir mahallalardan shu hoji bobolar mahallada tarbiyasi og'ir oilalar bilan respublikadan muftiy hazratlar imomlari kelar ekan, yana ulamolar kelar ekan, o'zimizni domla imomlarimiz qo'shilib birgalikda har bir mahallani sizlar yaxshi bilasizlar. Tarbiya oqsoqol bor, maqsaqol rais bor. Birgalikda yurib nasihat qilib, urushgan ajrim yoqasidagilarni yarashtirib bir nasihat qilinglar degan davlatimiz hattoki shunaqa tadbir qildi. Ertaga mana 24-chizada, ertaga xudo xolasa 9da yig'ilamiz masjidda, keyin xonadonlarni hammasini aylanib, shunchalik mehribonlik. Mana shunaqa ishlar bo'lyapti davlatimiz tomonidan. Endi bunga hammamiz befarq bo'lmasdan, loqayd bo'lmasdan, qo'ldan kelgancha har bir farzand, shu yurt farzandi, hammamiz farzandimiz. Hali gap bo'lib naql bordi-ku, bitta bolaga 7 mahalla ota-ona. Shunday u menga nima, birovni bolasi bu deyish kerak emas. Hammasini bolam deb turib, boshini silab nima qilsangiz, chunki o'spirin novdada. Bolani begonasi bo'lmaydi. Begonasi qayerga eksangiz shu yoqqa qarab o'sadi-da u. Yana bir savolim sizga, mana shu moliyaviy erkinlikni inson hayotida o'rni qanchalik? Yaxshi savol. Birinchi navbatda ota bu oilani ustuni deyildimi, ustun mahkam bo'lishi kerak. Ustun mo'rt bo'lsa, sinsa bosib qoladi tom. Tom bosib qoladi. Hammasi halok bo'ladi. Shuning uchun o'sha aytganimizdek hunarli, qo'lida bir kasbi, ilmi, yaxshi salohiyatli farzand bo'lib o'ssa, o'sha ota. Ertaga o'sha farzand ham ota bo'ladi. Mana hozir farzandlar hademay, mana nevaralarni uylayapmiz, joylaymiz, qizlarimiz chiqaramiz. Shuning uchun hammasi salohiyatli bo'lishi kerak. Qo'lida
e, moli bo'lsa jamiyatga foydasi ko'p. Hmm. Agar hamma ham hunarmand bo'lib, agar mana shu uyda ham mana e, katta qishloqlarimizda dalalarimiz, joylarimiz o'sha yerda o'sha mehnatni qilmayapmiz. Agar shu mehnat shu yerdan ham shu tirikchilikni qilib oilani chiroyli boqib kelgan ota-onalarimiz. Ertaga hamma kelib mana temir daftar, xotin daftar, kigiz daftar bo'lmaydi-da. Davlatga ham og'irligi tushmaydi. Agar hamma shu hunarmand bo'lsa, ziyoli bo'lsa, o'qishli, ilmli, ma'rifatli bo'lishi kerak. Shundagina bu o'sha yechim bo'ladi bu ishlar. Bir moliyaviy erkin bo'lmasligi, bir siz aytganday kasbsiz, hunarsiz, ilmsiz bo'lmasligi hozirgi jamiyatimizda imkoni yo'q, to'g'rimi? Shu bolalar esini taniganday bog'chaga boryapti, maktabga boryapti. Hamma hech qanaqa, men aytaman, bahona bo'lishi kerak emas. Men o'zimdan bilaman. O'zim sinfdoshlarim mana qarang. Yoshimiz 70 ga borayotgan bo'lsa, ko'pi o'sha paytda ham hamma barobar o'qidi, tekin o'qidi, hammaga bir xil imtiyoz, bir xil oliygoh, nima xohlasang. Lekin o'zi tanladi, xuddi ertakdagiday, mana bu yo'l bilan borib haligi qimmatli o'sha bittasi oq sandiqda, bittasi qizil sandiqda olib qo'yganday o'zi tanladi. Ko'p mana tengdoshlarimiz holi anchasi vafot etib ketdi. O'zini o'tga cho'qqa urib, yoshlik qilib, sho'xlik qilib, nobud bo'lib ketdi, dunyodan ko'z yumib o'tib ketdi. Kim sababchi? Xudoyim imkonni bergan hammaga. Musulmon fitratida dunyoga keldi, lekin qaysi dinni tanlashi yoki qaysi yo'lni tanlashi o'ziga havola qilib qo'ygan-ku Robbimiz. Odamni o'ziga bog'liq, demak o'ziga bog'liqmi? Shuning uchun ozgina yoshligidan men yana aytaman, ota-onaga hamma narsa o'ziga bog'liq. Agar qariganda bir rohatda, farog'atda, ro'shnolik ko'rib, yaxshi keksalikni gashtini suraman degan odam o'sha novdaligidan to'g'ri o'stirsin, o'sha ko'chatini to'g'ri o'stirsin. Vujudingni bossa qayg'u g'am alam, ko'nglingga qanday sig'sin bu go'zal olam. O'zing ta'sirlanmay aytgan so'zingdan nega tasviflansin boshqa bir odam. Qo'ygin, yig'lama bolam. Buni turmush derlar, tiz cho'kma bolam. O'z oti bilan turmushda bolam. Har turganingda yana bo'lmush tushadi bolam. Bu maydonda turalsang turgun ey odam. Buni turmush derlar, ey odam bolasi odam. Ey odam bolasi, odamday yasha. Har bir luqmangni halollab osha. Bu umr atalmish davonlar osha, jannatlarda sayr qilib maza qilib yasha. Maşallah, yashang. Shunchalar bo'lib ham shukrim qilmas. Bu ochko'z bandasi sira ham to'ymas. Bilmasa bilmasin, Alloh bilsa bas. Bandasi bergan hech narsa emas. Ey ojiz qul, tavba de ko'zing ochilsin. Qalbingdagi tugunlar butkul yechilsin. Bir-biringni kechirgin, chehrang ochilsin. Xudoyim bizlarni mudom kechirsin. Bu xaloyiqning bari ham vali emas. Bu xaloyiq validan xoli ham emas. Bandasini bergani hech narsa emas. Xudoni bergani bandasi bilmas. Bu xaloyiq g'o'rdir, tajribasi kam. Ey ko'p maqtama, shundayman men ham. Kel ko'p kuyinma, o'zingdan gapir. Soch soqoling oqarsa ham ko'zlaring so'qur. Hop, qoyil qila oldingmi bir ishni axir? Qani gapir, nechiga kirding axir? Voy, bilmayman. Kecha kelgandayman axir. Ey notavon yolg'onchi. Qani to'g'risini aytchi. 60 nechi? Bo'la qol tezroq. Yelkangga tushmay qamchi. Voy, bilarkansiz yoshimi? Yo olmoqchimisiz boshimni? Mayli, yashab ol yoshingni.
Nega meni turtasiz? Hali ko'rasiz. Allohga arz qilaman. O'shanda meni bilasiz. O'zi siz kimsiz? Ey nodon, men o'zingman. Har bir bosgan izingman. Labzingdagi so'zingman. Men o'ylabman bu qanday hazrat? O'zim ekansiz-ku birat. Meni birat dema, kasofat. Voy, sen o'zi qanaqa, a? Qanaqa? Davay o'zbekcha gaplashaylik, uka. O'zizam aralashtirib yubordiz, aka. O'zizdan ko'p faylasuf yasamang. Bizniki endi buyog'i vadavang. Undan ko'ra ayting. Jildaqday bo'lib jursizmi? Bizni bolalardan ham xabar olib turibsizmi? Xohlasangiz, biz shevasini ham bilamiz. Siz bilan Lubboy joyda, Lubboy tilda gaplashamiz. Bo'pti aka, ko'rishguncha, paka. Aytguncha, birat. Sendaqalarda yo'q uyat. Na mafkura, na ma'naviyat, na ona tiliga bo'lgan hurmat. Qanaqa madaniyat, yana qanaqa qadriyat. Siz qoloqsiz, birat. Meni otim Kandirat. Bekorlarda aytsam padarlanat. Seni otang qo'ygan isming Qudrat. Bilvogin, esingdan chiqmasin halakat. Qarroshda endi birat. Namuncha, ovozingni o'chir qalcha. Seni katta qilguncha bu xalq, bu vatan zahmat chekmagan ozmuncha. Xaloyiq, el ulusdan bu bir qissa. Bu qissada chiqarasiz qissa. Aytishadi-yu, mana odamni ichida ikkita bo'ri yashaydi. Bittasi yaxshi, bittasi yomon. Doim ikkalasi bir-biri bilan urushar ekan deydi. Qaysi bo'ri g'olib bo'lsa, o'sha nima deydi? Odam qaysi birini boqsa, qaysi bo'rini boqsa, o'sha g'olib chiqadi deydi-ku. Shunga o'xshab odam ichida ikkita jang ketyapti-da endi, ha? Qizi bilan qamchilab burchakka olib borsa, o'zim bo'lib chiqdim. O'zingiz bo'lib chiqdingiz, qarang. Doim o'ylabman, manajer asa bittasini quvib olib boryapman deb o'ylasam, qarasam o'zim ekan. Endi bu o'sha siz aytgan haligi bittasi bo'ri o'sha nafsda, nafs. Hali Hazrat Navoiy aytganlarday, to nafs xirmoni barbod bo'lmas, yurt obod bo'lmas, mamlakat farovon bo'lmas deganday, har bir odam ham bitta oila, bitta davlat o'zi. O'sha toki nafsingizga kuchingiz yetmasa, bir ro'shnolikka chiqish qiyinroq. To'g'ri. O'zi kechaginda ayollar bilan 3 kun nima o'tkazdik-da. Kecha ayollar bilan suhbat, o'sha oila, qaynona kelin munosabati, sog'liq. O'shanda ayollarimiz bizni ko'proq qayg'uga soladigan narsa qaynonaga qanday gapirish kerak, qizga qanday gapirish kerak. Faqat o'sha maishiy muammolar bilan o'rlashib qolyapmiz-da. Qaynona qanday, qiz qanday, boshqa. Shunda aytdimki, hurmatli onalar, ayollar, mana dunyoda qanaqa bir og'ir holatlar, masalan Afrika mamlakatlarida o'sha nima qilayotganda, bolalariga nima ovqat tarqatayotganda, yaxshi ovqat yegan bola o'lib qolar ekanda. Nimaga desangiz, haftalab och yurgan bola birdaniga to'yib ovqatlansa, organizm ko'tara olmas ekanda. Shunaqa bo'lar ekanda. Biz nimaga shu mayda chuyda faqat maishiy nimalar bilan o'rlashib qolyapmiz? Qachon biz ham bir millat haqida, qachon biz ham ummat haqida, dunyoni qutqarish haqida o'ylaymiz deb savol beraman-da. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu jamiyatimizda nima qilsak, bizni jamiyatimizda buyuk maqsadlar bilan yashaydi xalqimiz. Chunki oila ham bitta davlatda. Ota podsho bo'lsa, ahli ayoli, vazir, farzandlar xalqi, shunday bir vatan uzra bitta vatanda bu oila. Endi ro'shnolik ko'rib, bir chiroyli yashash uchun, yaxshi yashash uchun albatta ko'proq biz ilgari bizda boshqacha tushuncha bo'lardi.
enam rahmatli hali ammamlarni farzandlarini uncha ko'rmassiz ekanda. O'zimcha tushunaman-da. Haligi nishboshlik quraman kampir ekanimiz. Qo'y, o'zing ergashim bolalardan qo'ymasin. O'lsam shu ko'madi deb o'g'ilga ko'proq e'tibor bo'lardi. Ko'proq e'tibor bo'lardi. Aslida mana endi o'zimiz anglab tushunib yetsak, ko'proq o'g'illarni emas, qizlarni ham o'qitishimiz, tarbiyalashimiz kerak ekanki, sababi o'sha bizni farzandlarimiz, o'zimiz ham onamizni vujudida katta bo'lganmiz-da. Onamiz vujudida katta bo'lganmiz. Ona ko'proq berar ekan. Ota ta'minotchi, ertalab turib, erkak kishini rizqi dalada deb turib, rizqni oilani qayg'usi g'amida shu ishiga ketadi. Ko'proq birinchi ustoz aslida o'zi ota-ona. Hali xalqimizda qush unida ko'radi, ko'rganini qiladi degani bejiz emas. Chunki o'sha maktab yoshiga yetgancha ham mana shu yerda nimani ko'rib, o'rganib, o'sha singan bo'lsa, o'sha yoshligida singan narsa ko'proq singdirilsa, o'sha keyin o'zini hosilini beradi. Men o'zim o'g'illarni uylash paytida ayolim bilan o'tirib bir oldin suhbatlashib olganmiz. Yosh qaynota qaynonamiz birinchi o'g'ilni uylaydigan paytda ayolim bilan o'tirib bir gaplashganmiz. Menga qarang, axir menga qarang. Ertaga birovni bolasi bolamiz orqasidan kelyapti. Shu yerda o'nib, o'sib, tamrotib, palak yozgancha-chi, har bir ko'chatda boshqa hovlidan bir ko'chatga bu hovliga olib kirganda, o'shani parvarishi, o'shani papalashi, o'shani suviga, hammasiga qarashi baribir o'sha oilaga bog'liq. O'sha oilada qanchalik yaxshi tarbiya topgan qiz kelsa, bu yerda tezroq o'rnab, tezroq palak yozib ketish ehtimoli ko'proq. Men o'zim hozir ham mana katta o'g'lim Toshkentga ko'chib ketgan, yashaydi, mana shu yerga kelsa, haligi hozirgi tilda master klass deydi, tandir bor. Nevaralarni, ikkita nevaram Singapurda o'qiyapti. Mana ikkinchi nimasi bo'ldi. Bosqich talabalari bo'ldi. Kelganda baribir ertaga bu shaharni ko'rib, dunyo ko'rib o'tsa-yu, to'g'ri bo'lib qolsa, ertaga birovda xasmi uzatsang, yo bu ota-onasi o'qituvchi bo'lgan odammi, unaqa odam deb o'ylasang, sizlar yuradigan ekan, hech narsani bilmaydi degan bir malomatdan ham qo'rqib yashaymiz-da. Shuning uchun ertaga uyaltirib qo'ymaslik uchun, ertaga o'g'illarni ham uylash paytida men o'sha ayolim bilan gaplashganda aytganman. Menga qarang, ertaga meni qonim kimdir qoniga qo'shilib nevaralarimni tomirida oqadi. Shu haqida bir qayg'urib, bir gaplashganmiz. O'zimizni qanday yangi qaynota qaynona bo'lish ham endi bu ham Allohning bir nimasi, nima desam, marhamati, ota Alloh bergan bir unvon bu ham qaynona degan katta unvon. Ega bo'layotgan yosh qaynota qaynonalarga Xudoga shukr, hozir mana shuncha kelinlar, farzandlar hammasi hali 5 ta emas, 6 ta kelin olganman. Onamiz yoshroq o'tgan. Keyingi onamiz biz bilan hali ham biz bilan yashaydi. Ukam bor, Azizdek degan. Shu kichkinligidan onamiz bilan kelgan. Mana biz bilan birga o'tib ketdi, uylardik, joylardik. Mana 6 ta kelin oldik. O'g'illarim qatorida. Xudoga shukr. Shundan baribir bu siz aytgan o'sha savolga qanday bir millat uchun, xalq uchun, bir vatan uchun xizmat qiladigan zabardastlar bo'lishi uchun tarbiyachini o'zi oldin tarbiyalab bo'lishi kerak. O'sha chunki tarbiyachi, ota-ona ham tarbiyachi, nafaqat maktabdagi ustoz tarbiyachi, ta'lim beruvchi. Avolasi shuning uchun ota-onani o'zi ham bir ziyoli bo'lsa, ko'proq o'qisa, mana ertalab turib, mana shu kelindan jam minnatdorman, kenja kelinman, ertalab turib kitob o'qib o'tiradi, kitob o'qiydi. Kitoblarni ko'raman, farzandlar tarbiyasi haqidagi shu kitoblarda mana Xudoga shukr, shahrimizda arab tili ochilgan, borib shu yerda o'qiyapti, o'rganyapti. Shunday bo'lishi kerak. Shunday bo'lmasagina, shunday bo'lsagina bir farzandlarimiz bir tomoniga, bir chuqurlarga yetadi. Mana shu Qur'oni Karimda aytiladiki, inson Allohning yerdagi xalifasi.
Allohning yerdagi xalifasi. Masalan, men ishonaman, haqiqatdan insonlar bir buyuk bir mo'jizada. Lekin odamlar mana shu ko'pincha unutib qo'yganman deb o'ylayman-da, o'sha buyuk xalfa ekanligini unutib qo'yganman. Nimaga faqat nafs haqida o'ylaydi, nimaga faqat yeyish, o'ynash, kulish, ko'pincha mana shu insonlar hayoti dabdabaga qanchalik erishish, ayniqsa mana ijtimoiy tarmoqlarni ko'rsangiz, qanaqa mashina mindi, qayoqqa bordi va hokazo, faqat mana shu narsani ko'rsatib, biz o'sib kelayotgan bolalarimizga ham ta'sir qilyaptiki, bolalarimiz mana shu faqat qanday tez boyish kerak, qanday mana shu mashinaga erishish kerak degan bir yolg'on nimalarga izlab qoldida. Mana shu mehnat bilan, ilm bilan erishishdan ko'ra oson erishish kerak degan narsalar bilan bolalarimiz ham chalg'ib qolyapti-da. Mana shu narsaga qanday qaraysiz? Men bir gap eshitganman, ummati Muhammad molsiz bo'lmasin deganlar. Endi nochor mo'mindan choralisini ko'proq, dasti darozini ko'proq jamiyatga, atrofdagi o'zini qavmiga imkoni bo'ladi-da. Shuning uchun bu hali aytdim-ku, dinsiz ilm ko'rdir, ilmsiz din cho'loqdir deb mashoyixlar aytib ketgan. Shuning uchun ikkalasini ham bilish kerak. Ikkalasini ham bilish kerak-da. Shundagina o'sha muvaffaqiyatga erishadi. O'sha bir muvaffaqiyatga erishishini birinchi sharti ham shu deb tushunaman. Men bu haqida o'zimiz ham mana sobiq ittifoq davrida yashab, ishdan ko'ra kechroq bo'lsa ham Robbimizni tanitganiga shukr qilib bir narsa yozganman. Aytsam, qalbim iztirobda, ishqingda yonaman hayhot. Men bir notavon qulingman, af et deyman dod. Nega seni erta tanimadim? Men gunohkor gumroh. O'zingdan umidvorman. Ey buyuk Alloh. Bizlardan iztirob g'amlarni ketkaz. Bu dunyoni ishqiga tushdan qutqaz. Qalbimizga yaxshilik, ezgulik yetkaz. O'zingdan umidvorman. Yo Qodir Alloh. Ahvolimiz o'zingga shundoq ham ayon. Yana nelarni senga aylayin bayon. Birimiz namozxon, birimiz eshon. Hojiligim aytmasam ham bo'ladi ishon. Zimdan bir-birimiz go'shtimiz yeymiz. Riyokormiz, otdan qolma, eshagim deymiz. Qachon tavba qilib yaxshini deymiz. O'zingdan umidvorman. Yo Xoliq Alloh. Mashallah. Endi toki odam egasini tanimagancha, Robbisini tanimagancha qiyin bo'ladi. Qiyin bo'ladi, juda qiyin bo'ladi. Chunki bu nima? Hali ikki eshik orasidagiday bu eshikdan kirib, bu eshikdan chiqib ketayotgandayman go'yoki. Hozir shunday. Mana kechagina bolalik davrlari, mana shu yerda ana nevaramga o'xshagan kichkina bola edi. Ana nevaram kelyapti, ana. Olib qo'ygan qizni ham. Ana kelyapti. Shunaqa bolalar edik. Ana bir kun bugunda mana soch soqol oqarib, ana bir keksalik yoshida, nafaqa yoshida bugun mana shu faqat duo qilib bu dunyo o'tkinchi ekanni, bizdan nima qoldi? Nima qoldi? Nima yaxshilik qoldi? Nima qila oldik? Mana haligi shular men ko'proq fikrimni nazmda yetkazishni durust ko'raman. Hali so'zlar bilan emas, shunaqa narsalar xulosa qilib yozib qo'ygan narsalar bor. Shuning uchun hozir savollaringizni ko'proq nazmda javob berishga. Hammasiga javob bor ekanda nazmda. Bu yoqqa mana kitob daftarlarga taxlab qo'ygan ekanman. Qo'l kelyapti menga hozir sizga qulay bo'lyapti. O'shalarni o'qib berib qo'ya qolyapman. Sizga bir meni o'ylantiradigan narsa, ayniqsa hozir boyagi savolim davomi sifatida bir o'quvchim ko'pincha biz ayni 10, 11, 17, 18 yosh bolalar muammosi. Bolalar
mana bu pul topishga qiziqadi. Masalan, yaxshi masalan iPhone telefon, masalan matohlar deymiz-ku, dunyoni bir chiroyli matohlariga qiziqadi-da. Bir o'quvchim o'shani kreditga olibdi-da telefonni. Kreditga olib, bitta telefonni 18 millionga olgan. Mana shu 1 yil ishlab, ana shu eng arzoni ekan u ham. 1 yil ishlab o'shani qutulibdi-da. Men aytyapman, qancha 1 yilda qancha ilm olarding, masalan, ingliz tili o'qiganingda 1 yil yotib, senga bir umrlik yaxshi daromad keltiradigan bir nima bo'lardi deb juda achindim-da. Mana shu bolalarga men ayni yigitlik chog'ida Navoiyni gapirib boru, yigitlik chog'ida yig'gin ilmning mag'zini, qarilik chog'i harch qilgin ani. Bizi bolalarimiz mana shu ayni kuchga to'lgan paytini mana shu oddiy ilmga emas, bir jismoniy mehnatga sarflab qo'yyapti-da. Topganini ishlatib, keyin umrini o'rtacha bir yaxshi daromad, siz aytgandek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha molli bo'lsin deganmi? Lekin mana shu bola chaqali bo'lgan paytda ozgina ro'zg'or tebratishga qiynalib qolyapti. Mana shunday yigitlarimizga qanday maslahat bergan bo'lasiz? Bu tanada mana bu jasad, bu ham bitta mamlakat-ku. Bunda ruh bor, aql bor, nafs bor, qonimizda shayton bor. Endi agar bu aql agar toki shu tepada bo'lgani uchun ham to'g'ri boshqarmasa, aql bu cho'pon ekanda. Agar cho'pon hushyor bo'lmasa, qo'yni bari oldirib qo'yadi-da. Hushyor bo'lish kerak. Shuning uchun men o'ylayman, o'sha vujudni ham o'sha hammasi parallel, ayniqsa bunga 5-inchisi qo'shiladi, salomatlik. Salomatlik hammasini parallel tutmasa, odam muvaffaqiyatga erishishi qiyin. Salomatlik birinchi navbatda. Okey, mana so'nggi yillarda sezyapmiz o'zimiz, hali hazillashib o'rtoqlar o'zimiz Shevada, qanday siz yaxshimisiz desa, jildog'ida emas deb qo'yaman. Hazillashib. Xalqona qilib. Shu baribir o'sha avvalgilarga o'xshamas ekan. Shuning uchun kuchli borida, quvvatli borida yigitlarimiz mayli mehnatni ham qilsin. Chunki faqat aqliy mehnat bilan odam charchaganda ozgina ketmon chopsa ham yaxshi bo'ladi. Ota-onasiga ham yordam bersin. Hammasini maromda olib borish kerak. Hali siz aytgandek faqat mana iPhone'ga yopishib qolib, tunu kun shundan chiqa olmasdan, o'shani botqog'iga g'arq bo'lib, qumoraligi behuda berna qumorlarga kirib, mana o'zimiz ham eshityapmiz, qanchalari ota-onalarni chuv tushirib, uyini sotib qutula olmayotganlar bo'lyapti. Shundan bir aqllarini yig'ib, ilmni ham olish kerak, mehnatni ham qilish kerak. Yoshlik chog'ida hunarni o'rganish kerak. Hunari bor odam hech qachon xor bo'lmaydi. Chunki bir kun u darkor bo'ladi-da. Hunarni orqasidan olib, hunardan rizqing unar degan xalqda maqoli bekorga emas. Hunari bor odam hech qachon xor bo'lmaydi. Yoshlikda hunar o'rganish kerak. Ilgaridan mana men vodiyga borsam o'zimcha maza qilaman. Bittasi mahalla kosibchilar mahallasi. Bitta mahalla do'pchilar mahallasi. Bittasi belbog' tikadi. Bittasi to'n tikadi. Toshkentga ham borsangiz qazichilar mahallasi bor. Hunarmandlar, beshik yasaydiganlar bor. Mana shu an'ana, qadriyat davom etish kerak. Ana shularni beshik yasab bu o'sha haligi do'ppi tikib ham qizlarimiz kashtachilik qilib, to'n tikib onalarimiz, erkaklarimiz duradgor qilib bo'lib, mana eshik, deraza, rom yasab, ana tirikchilik haligacha o'tib kelyapti-ku. Bir yigitga 40 hunar oz deydi-ku. 40 hunar oz. Shuning uchun albatta yoshlikda bir emas, bir nechta hunarlarni o'rganib qo'ysa odam kam bo'lmaydi. Men tog'am oshpaz edi. U nima uchun tog'amiz oshpaz bo'lgan? Shuning uchun baribir bir nima bordirki, hozir choyxonachi bo'lib o'tirishimiz ham balkim. Keyin ustachilik ham qilganmiz, armiyadan kelib turib, nima qilib, ko'p shogirdlikka tushganman. Keyin borib adabiyotga, san'atga qiziqqandan keyin
Jo'raxon Po'latov, bu yoqda Abil aka, Abulqosim To'ychiyev, O'tkir Tohirov, Mamatqul Jo'rayev, Nuriddin Aminjon shoirimiz. Ko'p ustozlarni etagidan tutib, hassakash bo'lib yurib, yonida duolarini oldik. Imkon qadar duolarini olishga Duo olish harakat kerak qildik. ekan. Duo olish kerak ekan. Shuning uchun duo bilan ko'karadida odam. Yomg'ir bilan yer Yomg'ir. ko'karsa, duo bilan eshik ko'karadi degan gap bejiz emas. Shuni birgalikda olib borish kerak. Ilmda ham olsin, mehnatda ham qilsin. Lekin hozirgi yoshlarimiz ko'proq mehnatdan qochadi. Yengil ish, hozir zamonaviy nima kasblar chiqdi. Internetga bog'liq ko'proq o'shalarga mayli qilsin. Uni ham hech qarshiligi yo'q. Lekin bu yengilni tanlash ham durust emas. Katta o'g'lim ko'proq qiyinni tanlaydi. Qiyinni tanlaydi. Chunki unda barakatliroq bo'ladi ish. Mashaqqat bilan erishilgandan keyin Hamma ham qilavermaydi-da qiyin ishni. Hamma ham bo'lmaydi. Shuning uchun raqobat kam bo'ladi qiyin ishda. Shunday mazmunli suhbatlaringizni yana ko'p davom ettiramiz deb o'ylayman. Ustozimizni har doim maktabimizga ko'p taklif qilamiz. Mana shu yoshlarga, hayot ostonasida turgan yigit-qizlarimiz juda ham yaxshi o'zlariga xulosalar oladi. Ustoz umringiz uzoq bo'lsin, hech qachon kasal bo'lmang. Har doim mana shu xalqimizni farzandlariga, o'zingizni farzandlaringizdan ortib mana butun xalq farzandlarini o'ylab, ularga tarbiya berib, bor ilmingizni berib kelyapsiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Katta rahmat bugungi suhbat uchun. Salomat bo'ling. Rahmat tashrif qildim uchun. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham menimcha ajoyib chiroyli suhbat bo'ldi. Elga manzur bo'lsin. Hamisha ana shunaqa ko'rsatuvlaringiz manzur qilib yuring. Elda aziz bo'lib, yaratgan ikki dunyoda ham aziz bo'lib, o'zi rozi bo'ladigandek umringizni uzoq qilsin, nasib qilsin. Mana shu bolalar bilan suhbatlashganingizda o'ylarimda qaniydi shu gapni hamma ko'pchilik eshitsa, ko'proq bolalar, ko'proq insonlar eshitsa suhbatlaringizni deb o'ylardimda. Mana shu oxiri mana shu yo'lni topdim boshqalarga yetkazishga. Ilohim Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling ustoz. Rahmat. Sog' bo'linglar.